Changbanpo davindagi Jovzulung zot qanchalik yomon. Bu vaqtdagi Jovyunninki alam marti o'zining botirlik qahramonligi qaysi darajaga yetib ketgan. Haqiqatan bu asarni o'qiganlar yoki ko'rganlar Loganjong apandim Jovyunga bak amroq. Shu vaqtda Jovyunni haqiqatan bak ko'tarayotgan, oshirayotgan deydi. Hamda asardagi botirlarning hammasining bir mushundaq eng qiron yuqori palli vaqti var. Mesela Lübo Karapaklı, Guayu Karapaklı hemmisinin batırlığının en yuqori pallisi var. Hem Jovzulung'ninki en yuqori pallisi Nahma Changbanpo'da Aduni Savsav'ның qo'shunidan 7 qatim büsüp chiqib qutuldirib akaganligi. Bu vaqtda Savsav'ның qo'shuni bastırıp kelib Liu Bei qatorliqlar Jangshaga chekinayotgan vaqt Liu Bei xotin bolalarını tashlab jenni aran ep kechiyotidu. Endi bu yerda Jovyun Gang xonini qutuldirib qolay deb Adudan boshqasini qutuldirib qolmoqchi bo'lgan vaqtimizda Ganfurun qahramonlik ko'rsatib o'zi quduq sakrib oldi. Aduni Jovyunga burdi. Ikkisidan qutuldirolmaydiganligini biladi. Shuning bilan bu yerdagi Jovyun Adun epinib Savsav'ның qo'shunining bo'htirmasiga uchrab qoladi. Qo'rshavga tushib qoldi. Ama şu vaktimizde Jovyun acayip katı batırlık, kahramanlık gösterdi. Bu vaktimizde Savsav'da kütüdü. Lübo ölüp ketkendiğin keyin canı bundak batır kalmagan. Ben tek Lübo'nun başındak batırırsam, onun da batır adam baki dep kütüdü. Şundan bu vakit Jovyun Savsav'ның bu qo'rshavini 7 qatim büsüp kirib, 7 qatim büsüp chiqib, Aduning hayotini qutqizib qoldi. Endi bu yerdagi 7 qatim büsüp kirib, 7 qatim büsüp chiqishni ba'zida manda tushunib ketdik. Masalan, mani adirma ko'chkitni Jovyun desak, Savsav'ның bo'htirmasini ma'u qo'rshavi desak, chiqib, kirib, chiqib, kirib, chiqib, kirib bunda 7 qatim Jovyun sarangma. Bu bir qatim biz chiqib bo'lganidan qaytib kirib bu yerga bunda emas, ha? Bunda emas. Ya'ni bu yerdagi 7 qatim biz kirib chiqib ketdi degan gap ma'u Jovyun bo'lsa, Savsav'ның bo'htirmasi, Savsav'ның qo'shini manda qo'shib olgan buni. Jovyun ma'nodan chiqqandan keyin Savsav'ның qo'shini nurg'un emasmi? Bu keyinda yeni bor. Keyindan yeni sap tuzildi, yeni sap tuzildi, yeni sap tuzildi, yeni sap tuzildi, yeni sap. Shundan Jovyun uda ma 7'sini biz chiqib ketdi. Yoki bu yerdagi Savsav'ның qo'shinining bo'htirmasi boshqa azroq qo'shnimanchilik qo'rishib olgan bo'lsa, buningdan büsüp chiqqandan keyin ikkinchi saptizib cho'ng'aroq qo'rishib oldi. Bag'an cho'ng'aroq saptizib qo'rishib oldi. Barbara qo'shig'ini barbara büsüp 7 qatim büsüp chiqib ketdi degan gap. Hargiz büsüp chiqib bo'lgan odam qaytib kirib chiqdi degan gap emas. Ma'ni to'g'ri tushuninglar. Endi Jovyun Savsav'ның bo'htirmasini 7 qatim büsüp chiqdi, birinchi qatim büsüp chiqdi, yana kirib qoldi, ikkinchi qatim büsüp chiqdi. Manda degan gap. Endi Loganjong apandim shu vaqtning o'zida bu Jovyunninki nayt bu yerda oshirib etilganligini o'zini his qilganligi uchun Jovyunga mendaq ikki yordam qilgan. Birisi shu vaqtning o'zida Savsav tarafidan keldi. Savsav nima deydi? Jovyunni men bak yoqtirib qoldim. Jovyunni tirik tutinglar. Jovyunga o'q etilmasin, naychi sanjilmasin, qilish chekilmasin deydi. Şunun bilan Savsav'ның ilqima dastlab qo'shilib urra o'ltirib atida bostirib kelganlar, ham buni qilishni chopmay, o'qiyamatmayman da turgan keyin Jovyunga boqirdi, vas urib kelgan sanjib, shunda biz chiqib oldi. İkinci bir yordam Adu tarafidan keldi. Ya'ni Jovyunning eti bu vaqt jiqilib bir o'rak tushib ketgan vaqtimizda Savsav'ның qo'shinlari Jovyunni o'ltirib atayotganda ot qiyo sakrab chiqib Jovyunni qutuldirib chiqishdi. Xudolik Fanshi daryosida Liu Bei'ning etib qarshi qirg'oq chiqdi. Naq. Bu yerda nima shunday bo'ldi? Chunki buning qo'lida Adu bor. Adu bo'lsa nima bo'pti? Adu Xoqon nasabi. Almisaqdan Xoqon nasabi degan ajdiro nasli deb mana shunday bir kuchdan ta'sirlandi, shundami? Shuning uchun Loganjong apandim bu yerda Jovyunga mana shunday chiqib yordam qilganligi uchun Savsav'ның bu qo'rshavini 7-qatimni buzib chiqib hayat qaytib keta olgan. Endi bu yerdagi Jovyun bu Liu Bei'ning 5 yo'lbos sanog'ining ichida ömrü eng uzun kelganning birisi, shunami? Unda esa bu asarning oxirida Zhuguliang bilan Simayining o'ttirsidagi jang bo'lgan vaqtning o'zida bu vaqtda Jovyun yana qanday botirlik ko'rsatdi. Simayi Jovyunni tilga ep baqqanmi? Simayi Jovyundan qo'rqamdi. Jovyun yana shu botirligi bilan Simayining tuzgan sepini yoki Simayining mudofiyasini buzib o'tib ketmoqdimi? Unda esa buni qilganlar shu Simayining to'liq hayotini bir tushunib beqishimiz kerak.
Simayi əsərdəki ən katta danışmanlarning birisi. Ondaqsa bu yerdə Simayi Jugulyanni məqillikmi? Ən axırda Simayi Jugulyanni məğlub qıldımı? Simayi ən axırda elni birlikə keltirdimi? Ondan sonra bu yerdə Simayining to'liq hayotini bir tushunib baqay. Simayi to'g'risidagi mana shu mazmunni anglab baqay deganlarga Simayining butkul hayotini yarim soatdan uzoq bir mazmun qilib tayyorlab, ostidagi qaytiruvchilar degan ulanmaga esib qo'ydim. Yoqtirgan do'stlar, ostidagi ulanmadan setib olib, mangu anglab baqsanglar bo'ldi.